Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli qarindoshlar, men qarindoshinglar Nabija Allah. Bugün mu bir şekilde erken sohbet programımız, erken şekilde bir programı işleşini layık tapdım. Bugünkü programımızda asaslık mı şu? Xitay tecavüzçülerinin Şarkı Türkistan halkını şu teşkilatlardan yani yetekçilerden kanda ayırıp taşlaş. Yetekçilerini Şarkı Türkistan halkından kanda ayırıp etiş. Bu şekilde oyunlayatkan uyallarını üzerinden tehlilini, mülazimini oturup koyma. Her birleriyle ortaklaşıma. Hem de biz üzümüzden aklıga yarışa, üzümüzden düşüncesiga yarışa. Her birleriyle bir meselelerini ortaklaşık tırışımız. Gerçi bizde kemtüklük cık, bilim seviyemiz tüven, naiti tecrübe sabıkımız yeterlik emez, yekülleş. Şuna boğsu mu? Ama bir şekilde oturup çıkıp men beşini diyen bolsam ustazlarımız, nurgun siyasi rehberlerimiz, nurgun ilim ehilleri var. Dünyanın arkasında yaşayotgan bu programını ko'radigan naiti bilimli qarindoshlarimiz bor. Shu qarindoshlarimiz bizga samimiy taklif berib, qarindishim ma gapingizga yarashaman deb bo'lsa desa, uni to'liqlashga, uni tuzishga doim tirishimiz. Ama biz o'zimizning tuzishga his qilganini darhol xalqimiz bilan o'rtoqlashish orqali ba'zi bir xalqimizning bo'layotgan tushunchalarini, xato tushunchilib qolgan ishlarni, ba'zi bir Xitoylarning shu maqsadli o'ynayotgan o'yinni buni tushunishga turtki bo'lsin, yordami bo'lsin. Biz har doim mush Xitoyning depi husli o'ynayvermaylik. Xitoylarmi ta ki Sharqi Turkistonni besib kirgan 49-yildan tortib tashviqot degan ne hech qachon bo'sh qo'yatmayapti qarindoshlar. İnsanlarda bizning mana shu mahallalarimizda, kichik vaqtlarimizda shu beshimizda stolimizning ustida kanay vardı. O kanay saat degan soat 6da chiqsa, anandagi shu kech soat 6gacha edimi, yana bir programmamiz ishdan tushgan bir programmamiz chiqdi. Degan maktabga borguncha o programmamizni 1 soat maktabga borguncha bo'ldi. Anglaydik. Mektepten gelip saat 6 olğanı yani bir programı dep onu verdi. Gerçi o gepki biz kulak sanmasak mı? Biz anlaşqa rayımız bulması mı? Muş Xitay degen yalğançı, kazzap goydu desek mi çok kulağımızdan yana dang kıldı. Xitaylıların bir gepi var. Nima degende bir yalğan gep ne dedi? Ming qitim dese rost qaylanadi dedi. Hazır Xitay şu taktikini işiltiyotidi bizga. Qanday işiltiyotidi desang, voy Muşu Avrupa parlamentinin aldığındaki binada şu günü işlemeptik emasmi? Quruq binoga namoyish qildik. Degan yolg'on gapni taqatgan bu WhatsApp, o Facebook, o yana bu yana pi qarab, aşı yurib hattoki boshqa davlatlarning kalendarini ko'tarib taqib xalqimizni mana xalqimiz xatni bilmaydi, qaysi davlatnikini bilmaydi, qarasa bir kalendarda 27 degan qizil o damlash kun emasmi? Allah. Mushunda qilibmiz, Voy o Dünya Uyghur Qurultayının televizyonisiga Dolqan Isa efendim ve başka aslında chiqib aniqlama ba'zimi, yana anandan keyin jadvalning asl nusxasini ba'zimi uning ishlanmadi. Ta kamda iliqi kim bilan kurashganini, kim bilan qaysi ishxon kirganini hammani aniq deb ba'zimi yo ishlanmadi. Yo, unda ning chiqadi deganda xalqdagi birinchi kelgan signalda xato degan hukm vashshida kelgan o birinchi niyatini ko'rib palonchi dedim emasmi? Tügenci bağımı adam depti ki şu adamın gibi asasen moşu degan gap. Hem ayada 5000 adam beripti. Bu 3 ay burun ağır ruhsatken u kuni erdem bo'lmagan bo'lsa bama so'g'iydi bu ruxsatni. Uyaga o necha kun burun nurg'un bir mashinani ekib to'xtatibdi, o'rin olibdi. Nurg'un tayyorlik xizmatlarni necha oy burun ishlanibdi, ruxsat chiqaribdi. U yerga nurg'un soqchilni o'rinlashtiribdi.
nurg'un bexatarlik xodimlari o'rlashibdi. Bu narsa adam bo'lmagan bo'lsa bulamte degan narsani ma xalqimiz tayyorli xizmatlarini ba'zi bir insonlar ya'ni ko'rmagan ekan, bilmagan ekan, qanday tarjimani his qilolmagan ekan. Oy, rus anda degan o'xshaydi deb. Yalaqa Xitoyning yolg'on gapni taqitib, ming qitim degizib yetib rost qaylandig'ini bilmagan, bilmayotganligini, bilinmayotganligini o'tirdi. Endi u mayli u Xitoy bundan ikki xil maqsadga yetmoqchi. Bu yolg'on gapni taqitish orqali qarindoshlar, mening tushuncham. Birinchisi, bu yolg'on gapni deyish orqali namoyishni o'rinlashtirgan, namoyishdan beshi bo'lgan Dunyo Uyg'ur qurultaychi yolg'onchi deb bu yerga rahbarni Dunyo Uyg'ur qurultaychi obro'yini xoniklashtirmoqda. Xalqning mana hozirgi qalbidagi o'rinlashtirgan olgan natija, xalqdagi hayajonni bu shaklda bu orqali, ya'ni Dunyo Uyg'ur qurultayini xoniklashtir orqali bu qalbidagi bu hayajonni, bu umidvorlikni yo'q qilish. Bu birinchi maqsad. Ikkinchi maqsadi voy biz rost ishlagan po'konchi boshliq ishlagan tuganchi ishlagan bizga adam oldimizga chiqqan da tasdiqni natijani oldik deb ani boshliqning yoki bo'lmasa shu yerdagi shuning shohid bo'lgan odamning og'zidan chiqarib yetish orqali Xitoy uchurni vasda bekorga egallamoqchi. Ilib-iliblam uchurni qanaqa qilib uchurni ag'ayli Xitoyning g'olchilari Xitoyga 5-10 ming dollar sotadi uchurni. Ana keyin Xitoy 100-200 ming ya 5-6 millionni xajlablancho ayadagi ilindigan qarorlarni to'xtatish. Ya'ni ma ayadagi shu odamning qilgan natijasini, qilgan nimasini, ovozini bo'g'ib o'tishni maqsad qilgan shaklda bu natijaga yetmoqchi. Ammo buni yetolmaydi. Buni yetkazish uchun ma o'tirdagi ba'zi bir ssenariyani Xitoy yizig'liq. Rolni bizning odamlar ilaqliq. Uyg'ur eti ag'liq bizning odam deganimiz. Eti Uyg'ur, gipi Uyg'urcha bo'lgan, o'tirdagi mishada bir yerda yashayotgan, oldiga 20 yil, keyingi 5-10 yil bo'lgan insonlar artsulatdi. O'zining qanday artsulab, qanday saniga chiqib qolganligini ba'zilar texi bilmaydi. Bilmaylarmi guldun yizpagan ssenariyani o'qib manda o'qib san bo'lsa ishni deb beryapti qarindoshlar. Buni manda ham aqli va manda ham ko'zi va manda ham to'xtab tura deydigan odam buni bilib olaydi. Nurg'a odam bilivliglik buni. Nurg'un bilib am sukutni ishat desada buni xolis jim turib sukutsa, mush odamning ras gunohi yo'q bo'lmas jim turamdi bu odam deydi. Ammo u odam aqlliqligidan o adam manda bir sel hayajonga insonninki bilan bundan bo'lsa to'g'ri bo'lmaydiganligini, natijaning o'ziga yaxshi bo'lmaydiganligini his qilib oldin faraz qilib olishga jim tursa, bu odamning zot nimasi bor o'xshaydi, oqchikan ko'kchikan deyapti. Ammo bizdagi xalq o'z sifatimiz bilan qarindoshlar, biz haq gapni qilaylik. Haq ishni turli. Men bir dunyo qurtining a'zosi emas, ya ishimiz emas. Ammo biz yaxshi qilgan odamning xizmat qilayotgan odamni qo'llab quvvatlashni, haqning endi turishni bilaylik. Haqning endi turishni o'rganaylik. Biz bu namoyishni qo'llagan bo'lsak, mayli bu namoyishni o'rlashtirganchi bo'lsin, bu namoyishni natijalik nimaga chiqayli degan bo'lsin, mayli bu xalqaro sahnasida Sharq Turkiston davosini qilg'ishlar bo'lsin, mayli mushu xizmatlarni kecha kunduz qilayotgan mush qarindoshlarimiz bo'lsin, har qaysi tashkilotlarning rahbarlari bo'lsin, shularning oilasi va shularning uyi va shularning o'ziga loyiq nimasi va mayli qanday shakldan bo'lsin bir bedel to'lash bilan bugunga keldi qarindoshlar. Masalan, Do'lqin Aysofatim 88 dan tortib 90 mana 2018 30 yildan oshdi qarindoshlar. Bu jihatga siyosiy maydondagi odamlar. Bu odamlar tunigunki yoki bo'lmasa 5 yildan oldingi yoki bo'lmasa piyoda 500 kilometr menib qolgan yoki bo'lmasa 300 kilometr tunganlar o'tirib chiqib qolgan odamlar emas qarindoshlar. Chunki bu odamning asosi va vatandan tortib asosi va mishada qilayotgan hamma xizmatlarning o'ziga loyiq asosi va xizmat o'tirdi, natija o'tirdi. Buni e'tirof qilishimiz kerak. Qilgan xizmatni muayyanlashtirib, to'g'ri sen qila olding. Lekin xatolik yeri o'schu, yana uni bu ijtimoiy uchur vositalarida emas. Xatolik insonda bo'ladi, ammo uni samimiy yo'sinda, qarindoshlik yoki ina yoki aka yo'sinda ayrim tortib kirib, qarindishim, ayringiz bo'lmadi. Mayingiz tuzitib olsangiz debchi uning samimiy taklif beradigan, ularni to'liqlaydigan, ularning xatosini chiroyli
qarindoshlik mehr muhabbatimizdan ko'rsatib beradigan bo'lsak, nihoyat yaxshi bo'ladi. Bo'lmasa biz agar bo'ladi, ay bu poqqa chamasang yuzingga chachiraydi. Bu bir tentekken, bu bir alıcıoq söz deydi ekan. Bunun gapiga ishongan. Deb biz bilgandek, o'zimiz his qilgandek bilib, qo'ya bo'ldi. Bundan bilan gap takallashgacha ishimizni qilaylar. İşini qilayotganlik qiladi. U qiladiganlar aqlli odamlar. Ammo lekin bizdek xalq bo'lish sifati bilan, men bir xalqning bir partisi, men bir shu Sharq Turkiston xalqining bir farzandi. Unda bo'lgankan bizlar bu ishlarni ko'rib turib, bu ishlarni ichida turib, bilib turib, sukut turib olsak nima bo'ladi deganda, yaxshilar sukut turganda rezillikcho baza topadi qarindoshlar. Hozirgi mush namoyish masalasida qorinlayotgan, namoyishning nima foyda oldi, qanday oldi deyotgan, aniken shu tashkilotlarni xunuklashtirayotgan, teşkilat başlıklarını, siyasi faaliyetçilerimizni xunuklashtirayotgan ahvollar nima deganda, Xitoyning eliqi taktikasining, eliqi ssenariyasining asosliq yetmoqchi bo'lgan maqsadi shu. Ya'ni xalqni tashkilotdan ayirish. Chunki xalqning qo'llashi bilan bo'ldi ya, u yerda bir to'lqin aysa, dunyo urug'i 15 odam qilmadi u namoyishni. Butun dunyo urug'i boshliq bütün teşkilatlarning tashkillashi bilan, bütün teşkilatlarning tashkillashi bilan, bütün shu teşkilatlarning atrofida yashayotgan xalq bordi maydonga. 3-5 ming xalq ayaga yig'ildi. Xalqcho o'zining ovozini, o'zining emli meydanda turib anlatdı. Meydanda turib anlatgandan keyincho qanday bo'ldi deganda, u yerda ham bizning umidvorlik, bizning ruhimiz, bizning Xitoyga bo'lgan nafratimiz, bizning Sharq Turkistondagi shu zulm chekayotgan xalqimizning ahuzarini, nidosini anlata oldik. Hammamiz vaqira oldik, hammamiz hayajonga kela oldik. Davlat she'rimizni yuragimizga qo'yib turib anglay oldik. Bir-birimiz uchun qarindoshlik mehr muhabbati bilan Qirindishim, xo'sh kelibsiz. Alloh sizning yordamchingiz bo'lsin. Mushu bosgan qadamingizdan gul unsin deb duo qilardik bir-birimizga. Mana bu bizdagi g'alaba. Mana bu bizdagi natija. Xitoy bu natijani, bu hammamizning birga kelgan ittifoqlashimizni, bu ruhimizni buzish uchun bu sanoya o'ynayapti. Bu yizib berganini ba'zi insonlar o'tirg'i chiqib da'vat etdi. Vay o anda yaptı, vay maman da yaptı, vay yani. Bir yerde bir yan anladım bir yerden bir uçurvasıydı biz evet yaptı, ayram kanamga. Kırgızistan'daki namayişini teşkil etti, onda yaptı, bunda. Kırgızistan'daki kim teşkilligini ben bilmeyim. Şahsen ben bir haber, akbarat hizmeti bilen şug'ullanyapman. Kuniga 8 saat vaqtim torda o'tadi qarindoshlar. Men bunda xabarni ya Dunyo Uyg'ur qurultiyidan anglamadim, ya Qirg'izistondagi bir tashkilotlardan anglamadim, yoki bir yerdan bir nimadan ko'rmadim. Teşkilat mındaq bir uğurlaştırıcı uğurlarının demekçi ben. Manda saat mançıda ya ki mançıncı ayının mançıncı günü Palaniyada, Kırgızistan'da namayış oldu. Ya bunun davet kılganını bilmedik. Mana uçuk aşkara davet kılındıgan işler olsa, bunu şu torbetler olsun, ya komuz teşvikat vasıtları olsun, ilan kılıyordu kendisi. Namayışının ilgisi oldu. Budak namayışının baş ilgisi Dünya Uyghur Kurultayı başlık bütün Avrupa'daki teşkilatlar. Muşunun avaz koşkan 10-15 teşkilat var qarindoshlar. Muşunun avaz koşuşı bilen, muşunun çoğu tertiplişi bilen, muşunun neçe ay tayyorlik qilish bilan o'tirg'ilib chiqqan. U namoyish, u uxlab qolib qiladigan narsa emas. Uni da tayyorlik qiladi, ruxsat qiladi, o'rlashtirish qiladi. Bu yerga biz hech nimani ko'rmadik. Ammo ba'zi birlari chiqib o deb baya falan yerda mana shu bugun o'rlashtirib deydi. Bamanglar oq oldi, ko'k oldi. U yerda xatar, u yerda Qirg'izistonda namoyish qilsa xatar bo'lganligini Yevropadagilar hech kim boramaydi. Shaxsan men boramayman O'rta Osiyoga. Demak, u yerdagi odam hech kim hayotiga nima qilib bormaydi. Bu o'rlashtirish munoyat redlik bo'lishi kerak. Kim o'rlashtirdi, qanday o'rlashtirdi? Bu yani aşağıdaki qarindoshlarimizning o'rlashtirgan namoyishmi yo bu dunyo xarakterli qilgan namoyish? Undan hech qanday aniqlamasi yo'q. Aniqlamasi yo'q gapni. Siz tushunmagan gapni nima uchun taqsiz? Sizga kim dedi u gapni? Siz nereden aldınız o buyruqni? Nima degim keladi. Uni taqat qildim to'xtatdir. Ma gap nereden kelyapti? Bu gapning manbasiga diqqat qilamiz. Shu kim taqatdi? U kim o? Kimligini qilish kerak. U nerede yashaydi? U nima ish qiladigan odamdi? Bularni bilishimiz kerak arkadaşlar. Çünkü bu o'tirliqda to'plangan to'g'ri cho'g'irlaydigan bilib bilmay Xitoyning
depi usul oynab qoldigan ishlar jiq takrorlanyapti. Xitoy buningdan keyin texmi cho'ng o'yinlarni o'ynaydi. Yolg'on tashkilotlarni chiqarishi mumkin. Yolg'on insonlarni, vatanparvarlarni, inqilobchilarni, mujohidlarni, voy mana deydigan insonlarni chiqarishi mumkin. Nurg'un pul tashlab, nurg'un ishlar bilan ba'zi bir harakatni ilib berishi mumkin. Cho'qim har ish bo'lganki, uning hozir javob bo'lmay to'xtabdi. Buning keyindi kim bor? Buni o'rlashtirgan igisi kim bu ishning igisini tepishimiz kerak. Bu işin 4-27 günü Dünya Uruğu başı teşkilatla ege olgan bolsa Dünya Uruğu teşkilatla. Eğer bunun işidir mi düşenmegen meselemiz olsa muş teşkilatның adamlardan soruşumuz gerek. Mana işlardı da mana gep buladı bunun ameli ahvalı qanda. Bu yerdik hem narsa netice ayan. Bağa adamның ayadiki men şahit, men başın ahire tartış deyişken tatdık. Görüştü işini köydük qarindoshlar. Bu yerda manga o'xshash nechilik odam bor u yerda. U 3-5 ming degan oz gap emas, 3 ming odam degan jiqidam ekan qarindoshlar. Unda bo'lgandan keyin u yerdagi ishlarning biz shohidi, biz ko'rdik, qarindoshlikni ko'rdik, mehr muhabbatni ko'rdik, Xitoyga bo'lgan noroziligimizni birlikda oldik, qo'l-qo'limizni tutaldik, voqea oldik, shuar to'g'ri oldik. Xitoyning josuslarini fosh qila oldik qarindoshlarimiz bilan birlikda. Xitoyning ba'zi bir uyollarni bichit qilib etdik. Ba'zi bir sirtdan ekirga odamlarni ularni tunulib, ularni siqib chiqarib etdik. Nima deganda biz inshaalloh Allohning izni bilan, Allohning yordami bilan bu namoyishda g'albilik netijini qo'lga keltirdik. Bu netija o'ttirdi. Unda qo'ygan ekan, endi bu yerdagi netijaning kim biyaran bo'ladi? Bu netijani xunuklaştirishga, buni namoyish netija emas. Bu mush namoyishlar hali shavlodi surmil bakovlab ketdi demidik. Namoyish bir vosita. Bu tek birinchi qidim. Dolqon Esa efendim dedi, bu Yevropa parlament oldidagi bu yig'ilish bizning dastlabki bu nuqtamiz, chiqish nuqtamiz dedi. Bu yerdan biz alg'ilab mağımız. Hem aldığımızlık arlıqda kelayotgan iqtisodiy birlik, siyosiy birlik, her jihatdagi ma'rif, hamma jihatdagi birliklar uyushishimizni kim bosqinlik qiladi degan Xitoy bosqinlik qiladi. Xitoy jo'p bizning aramizga ishlab ishimiz. 33-yilimi qanday bo'ldi deganda, Sabit tomonlar bilan G'ojiniyaz hojining o'tirsiga shu nimani soldi. Ziddiyatni selib jo'p, shu G'ojiniyaz hojimni Sabit tomonlarga nisbatan mandaq bir xato tushunchalarda bo'g'izdi. Nima qildi? Shu o'tirdiki, elaqan suxanchilar, pishnoxo'lar, hasadxo'rlarning ishi bilan bo'ldi. Shu odamcha yanalam xalqimiz yoki bo'lmasa uning atrofidagi kishilar chin dildan xizmat qilmaganligi uchun ba'zi bir Xitoyning dushmanning o'yiniga uchib ketibdi, mayli Rossiyaning jasuslari bo'lsin, mayli Gomindanning jasuslari bo'lsin, shundan nimasiga uchib ketibdi. Inqilobning mevasini tutib turishga vesile bulamadı. Onun için hazır mı çoğu degende müşahede kelayotgan natija, müşahede qilayotgan qarshilik hamma narsaga çoğu Xitoycha uningga buningga kalla so'qashtirma. O'ttirdincha jidal chiqqan jidalni avudima, sestima, vayron qilma. Bizning Uyg'urlar birlashamsin, ittifoqlashamsin. Bugungi tiri piramolar o'z ishini ursin. Biz ayol o'tirib uyan ko'rli dedi. Biz ondan uyanığa düşmeslikimiz gerek. Hemme gep çıksı taktiği verdiğin, hemme gep hata düşünülüp, mandayken deydiğin karar kılın. Düşünemezseniz sorusunuz olur. Kardeşlerim, top çık hazır. Topun kayısı girip sorursanız cevap verelim adam çıkır. Topun içinde ben de masualını ben düşünemedim. Bana cevap verdiğin insanlar bağmada topku bir koyu biten. O top kaygan dersin. Bana mı? Hocam, ma gepinizge ben de cevap. Cevabını verelim insanlar. Çıkır inşallah. Şunun için bazı bir düşünemeydiğimiz hazır uçur vasıtalarının bunda kolaylıqını biz pişti pasatqa, biz şu hasadxo'rlikqa, biz şu Xitoyning depik usulaj qilishlatmaymiz. Xitoyga tajovuz zarbi berdiğanga, Xitoyni şu bichit qilma, Xitoyni vayron qilma, Xitoy sendan ukamni olma deydigan bu şekilde ishlatishimiz kerak. Biz tashkilotlarimizni qo'llashimiz kerak, atrofida zich uyushimiz kerak, har xil shaklda dushmanning yeli mekrini bichit qilishga tayyor turishimiz kerak qarindoshlar. Mushta bo'lganda biz g'alabani qo'lga keltira olamiz. Shuning uchun qarindoshlar har vaqt sagak bo'ldi, har vaqt hoshyor bo'ldi, dushmanning hech qanday o'yini her qanday o'yinga tushib ketmaydi. Shuning uchun qarindoshlar, ba'zi bir joqda hayajonlanib qolamiz. Bizlarga sizlardan faqatla umid qiladiganimiz solih duoda bo'linglar. Alloh rizoligi uchun bizni to'g'ri so'zga, to'g'ri so'zlaydigan, to'g'ri tafakkur qila oladigan, Xitoy tajovuzini qarshilay oladigan, uchimizni ola oladiganlardan qilsin deb duoda bo'linglar. Solih duo qilib qo'yinglar. Bizning sizlardan o'tindig'imiz shu. Inshaalloh ba'zi bir gap so'zimizdagi xatolik, so'z iboratimizning grammatikalik va yoki ifadeleşti xatolik bo'lib qolsa, uni to'g'ri tushuninglar. Ba'zi bir masalalarga nisbatan samimiy taklif bersangiz inshaalloh
Allah'ın azmiyle tüzüşke tirişimiz. Hemen Cenab-ı Allah'a tepşirip Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.